Barchaga salom. Sizlar Nega TV kanaldasizlar va men bugun sizlarga dunyodagi eng kuchli hamda tajovuzkor itlar haqida gapirib beraman. Videoni boshlashdan oldin videoda reklama yo'qligi uchun like tugmachasini bosib qo'yishingizni so'rab qolaman. Tayyor bo'lsangiz men videorolikimizni boshladim. Neapolitan Mastiff. Rostini aytsam, bu itlarni chiroyli deb bo'lmaydi. Aytgancha, bu faqat mening fikrim emas. Bir necha yil oldin ushbu zot vakillari hatto dunyodagi eng xunuk it unvoniga sazovor bo'lishgan. Ammo Neapolitan Mastiffining yuzidagi ko'plab teri burmalari o'z vazifasiga ega. Ular dushman bilan jangda o'ziga xos tabiiy zirh bo'lib xizmat qiladi. Qo'riqlash masalasida Neapolitan Mastiff bilan juda kam it raqobatlasha oladi. Ammo u noto'g'ri tarbiya olsa, hatto o'z egasi uchun ham xavfli bo'lishi mumkin. Bu it yosh bolalar uchun xavfli hisoblanadi. Shuning uchun Singapur, Ruminiya va Amerikaning bir qator shtatlarida ushbu zot rasman taqiqlangan. Pitbull hozirgi kunga qadar dunyodagi eng taniqli jangchi it hisoblanadi. Bu zamok tishlar va mushaklar hech kimni befarq qoldirmasligi aniq. Pitbulllarni Avstraliya, Kolumbiya, Malayziya, Yangi Zelandiya va boshqa o'nlab mamlakatlarda ko'paytirish taqiqlangan. Ba'zi joylarda ular odatda sovuq qurol deb hisoblanadi. Ammo pitbullar bu kabi qiliqlar qilganda siz qandaydir tarzda barini darhol unutasiz. Pitbull o'zining shafqatsizligini buldoglardan, ammo o'ynoqligini yulduzli ingliz terrierlardan meros qilib olgan. Shuning uchun bu itlar bir ma'noda mos kelmaydigan kombinatsiyaning namunasidir. Belgiya ovcharkasi. Bu yigitning chidamliligiga qoyil qolmaslikning iloji yo'q. Siz vahshiy itlar galasi uchun mushok bo'lishga rozi bo'larmidingiz? Belgiya ovcharkasi va nemis ovcharkasining o'rtasida farq nima? Ha, bir qarashda ular deyarli bir xil. Ammo Belgiya versiyasining suyaklari yengilroq. Bu ko'proq chaqqonlik va tezkor reaksiyani anglatadi. Shuningdek, bolalar bilan yaxshi munosabatda bo'ladi. Qisqasi, ajoyib it. Bu itlarni Bermundda boqish qonunga xilof hisoblanadi. Doberman. Bu itlarni qayerlarda boqish mumkin emas degan savolga albatta Bermundda, Malayziyada va Qatarda deb javob beramiz. Dobermanlar haqiqatdan ham juda kuchli it bo'lib, ular ajoyib politsiyachilar hisoblanadi. Ikkinchi jahon urushi paytida ular hatto Amerika dengiz piyoda qo'shinlarida xizmat qilishgan. Ammo hozirgi kunda o'z kuchlarini oila davrasida ko'p-tok o'ynash va boshqa ko'ngilochar o'yinlarga sarflashni yaxshi ko'rishadi. Rodeziyskiy Rajbek. Xo'p, bu yerda ko'zoynak taqqan modni nima qilyapti? Biz nimanidir biroz chalkashtirib yubordik. Bu it shunday ko'rinsa-da, bu it zararsiz degani emas. Bu zotning mushaklari baquvvat va juda chidamli. Afrika mamlakatlarida ular tez-tez safarida bo'lishadi. Chunki bunday hayvonlarning kichik bir guruhi butun sherni osongina yengishga qodir. Ammo uyda bu itlar o'yinqaroq kuchukchalarga o'xshaydi. Shunday bo'lsa-da, Bermundda bunday itlarni boqish hali ham taqiqlangan. Nemis boksyor iti. Ochig'ini aytganda, ushbu videodan so'ng bokschilarga jiddiy qarash qiyin. Ular nafaqat soqchilar, qutqaruvchilar, xabarchilar va yo'lboshchilar sifatida qo'llaniladi. Ularning qon guruhi universal bo'lganligi sababli ko'pincha ular donorlik ham qilishi bu zot haqida yana bir fakt. Albatta, bokschi itlar to'g'ri tarbiyalansa, ular alohida xavf tug'dirmaydi. Shunday bo'lsa-da, Qatarda bu itlar har ehtimolga qarshi taqiqlangan. Nemis iti. Bu itlar nafaqat ajoyib uy himoyachilari, balki ajoyib rekordchilar hamdir. Nemis itlari dunyodagi eng bo'yi baland itlar deb hisoblanadi. Ularning o'rtacha balandligi 80 sm ga teng. Uning laqabi Ulkan Jorj va u Guinnessning rekordlar kitobiga eng baland it sifatida kiritilgan. Bu Jorj deganlari orqa oyog'ida tik turganida uning bo'yi 2,20 cm ga yetgan. Umuman olganda bu itlar deyarli tajovuzkor emaslar. Shunday bo'lsa-da, begonalarga hujum qilmasligi uchun ular maxsus o'qitilishi kerak. Ammo nemis iti o'z hajmini yaxshi his qilmaydi.
Agar u siz tomon yugurib bo'yningizdan olsa, sizga nima bo'lishini tasavvur qila olasizmi? Shuning uchun Qatarda bu naslga imtiyoz berilmagan. Бультерьер. Да, этот приятель куда меньше, чем многие из собак в этом ролике. Но поверь, он бы смело посоревновался с ними за звание самого яростного пса. Посмотри сам, что бультерьер творит с обидчиками своего хозяина. Uning jag' suyaklari juda mustahkam. Bu itlar o'z egalari uchun jonlarini ham qurbon qilishga tayyor. Ularning sadoqatiga shubha qilmasangiz ham bo'ladi. Bu itlarning tanasiga ketma-ket bir nechta o'q uzib yoki pichoq tiqib jarohatlasangiz ham, u tishlagan joyini qo'yib yubormaydi. Bu tajribalar natijasida aniqlangan aniq fakt. Bu zot an'anaviy ravishda Bermud, Qatar va Izrael kabi ba'zi boshqa mamlakatlarda taqiqlangan. Azizlar, videomiz yoqqan bo'lsa like-ni ayamanglar va men sizlar uchun qiziqarli videolarni tayyorlashga va'da beraman. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.